Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Dubaydagi mashinalarning narxlarini bitta aytib o'tishga harakat qilamiz, nasib bo'lsa. Kimga mana shunday qaysi turdagi mashinalar kerak bo'lsa, bemalol обращаться qilib beringizlar, olib jo'natamiz inshaalloh. Toyota Camry 6 urilgan ekan bu. Bu taksida jirgan bu mashinani olish ne stoyt, короче. Dodge Charger. Bilan o'zimizning Tojikiston unchalik bo'lmaydigan mashina. Dodge Challenger. Va Capiat. Capiat'tasi bo'ladi. 8,5-9 ming dollarga hisob bo'ladi. Dodge Challenger. Bilan xuddi shu narx Ford Mustang. Bu 11 ming 12 ming dollar turadi. Bu Tesla interesa bizga BMW zo'r mashina. 7-seriya. Qattiq urilmagan ekan aynan. Bitta bumper chap tomonga bitta far qo'yasiz, ketyapsiz. Buning ham narxi shu 13 ming oshib ketsa 14 ming dollar. Lexus. Hyundai Parketnik. Buning narxi 11 ming dollar. Mitsubishi Pajero buning jili eski o'zimizga rastamoshka bo'lmaydi. Infiniti ham rastamoshka bo'lmaydi bilan ko'rni. Mana bu Cadillac qarangizlar, Cadillac Escalade. Mashinada kattaligini qarangizlar. Bir aylantirib ko'rsatayin sizlarga. Jabr ekan yaxshilab ko'rsatolmasak ham sirtdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu mashinaning narxi 30 ming 33 ming dollar Dubayda. Namda Mercedes'ler var, buning ham jili eski o'zimizga rastamoshka bo'lmaydi. Qanday san'atasi bo'ladi 2016-yil. Ana 5 ming dollar buning narxi. Capiat bu taksida jirgan buni olishni stoyt. Genesis. Bu ham komfortli yaxshi mashina. Narxi 7 ming dollar. Keyin o'zimizga ko'p olinadigan mashinalardan bittasi aynan mana shu Optima. 2016 6,5 ming 7 ming dollar hisob bo'ladi. BMW'ni bu yoqdan bir ko'rsatayin ko'ringizlar. Bu qanday san'ati ham yaxshi mashina. 2016-17 yil. Motori 2 ekonomishni. Yaxshi mashina. Keyin Prius bar gibrid. 5,5 ming dollar. Taksiga zo'r. Taksi aynalarga. Bu bizga qiziq emas. Keyin yaxshi mashinadan bittasi aynan Lexus bar, Lexus. Bitta far qo'yasiz, yo ikkita far, bitta bumper. Rasxodi katta emasda, bunday qilib aytganda rasxodi kam. Almashtirasiz ketyapsiz. Buning ham narxi shu 5,5 ming 6,5 ming dollar. Keyin Toyota Camry bor aynalar, bu kecha sotilmadi auksionda. Buning boshlang'ich narxi 4 ming dollar aynalar, 4 ming. Kecha 4 mingga ham hech kim olmadi. Keyin Dubayda eng arzon mashinalardan bittasi bu Nissan. Nissan juda ham arzon Dubayda. Juda ham arzon. Yana bitta Optima. Jili 2017. 6,200 dollar. Dubaydagi narxi. Lekin bu urilgan ekan, yaxshigina urilgan podushkalar chiqib ketgan ekan.